Assalomu alaykum o'rtoqlar barchalarga. YouTube Mania kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Eldorbek Masharipov. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi darslik qanaqa bo'ladi? Immersive warm-up yo'nalishi bo'yicha darslik bo'ladi. Xuddi shu yo'nalish, bu yo'nalish ko'pchilik listchamga so'rab yozganligi sabab 5-guruhga qabul qilgan edik odamlarni va odamlarga to'lovlarini qaytarib berib, ommaga olib chiqishga harakat qildim. Xudo xohlasa YouTube kanalida video mana. Endi nima desam bo'ladi? Bu ikkinchi video. Nimaga desa, hozir video olgandim. O'sha ovoz yozadigan ilova, ya'ni X recorder ovoz mikrofon ochib turgan holda ekan, qaytadan olishga harakat qildim. Xo'p, yo'nalish haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bu yo'nalish o'rtoqlar qari odamlar uchun asosan qo'l foyda beradigan yo'nalishlardan biri, chunki jismoniy faollikka olib keladi. Odamlarning o'ziga ham tortib oladi. Misol uchun, bu yo'nalishni eng oson tarzda qilishni ko'rsatib o'taman. Sizlarga videoda eng qiyin joyi xuddi shunaqa videolarni topish bo'ladi bu yo'nalishda. Lekin bunaqa videolar qilmasdan nima desam bo'ladi, bunaqa videolarsiz qilishni o'rgataman. Xuddi shunaqa videolarsiz. Ya'ni sizlarga mana shunaqa 77 ta fayli bor menda. Shuni tashlab beraman sizlarga. Shu stikmanni. Bu yo'nalish koreyalar orqali hozir ham prosmotr olib kelyapti. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu misol uchun siz 6-7 oy oldingi narsalarni ko'rsatyapsiz deb. Yo'q, o'rtoqlar, koreyalar. Misol uchun 4 kunda Scott Game bilan bog'lab yuborishgan 117 ming prosmotr, 3 kunda 53 ming. Xuddi shunaqa oddiy qora holatda ham sizlarga hozir qora background bilan ishlashni o'rgataman. Koreyalar orqali 5 soatda 1300 prosmotr bo'lgan. Videoni to'xtatamiz. Misol uchun kanallarga kirib ko'ramiz. 4200 ta obunachi, 35 ta video. Har kuni video qo'yib beryapti mana. 30 ming, 35 ming, 40 ming, 42 ming mana o'rtoqlar. Bu yo'nalishda o'rtoqlar boshida video chiqarayotgan paytlarda iloji boricha 2-3 daqiqalik videolar qilasizlar. Bu juda ham foydali bo'ladi. Kanallar stabil, xuddi shunaqa prosmotr olib ketganidan so'ng videolarni davomiyligi, ya'ni sekundini, minutini uzaytirsanglar bo'ladi. Boshida 2-3 daqiqa normallik, keyin 4, 5, 6, 7, misol uchun bu mana ko'rishim mumkin. 4 daqiqa, 3 daqiqalik videolar qo'yadi asosan. Keyin pastroqda hozir ko'rdim 19 daqiqalik videolar ham bor. Sizlar video qilayotgan paytlar o'rtoqlar xuddi shunaqa qismlarga bo'lib ketinglar. Ko'rishingiz mumkin. Preview почти bir xil, lekin qismlar o'zgargan, levellari o'zgargan. O'sha 8-level turibdi hozir 8. Xullas ketma-ketlikda kelyapti. Boshida ko'rgan odam bu yoqdagi videolarga ham albatta keladi 4 daqiqalik video orqali. Xo'p, videoni cho'zib o'tirmayman o'rtoqlar. Eng oson variantda sizlarga qilishni ko'rsatib o'taman xuddi shu yo'nalishni. Xo'p, birinchi ne video tugmasini bosib olamiz. Uzr, bu joyini qoraytirib qo'yaman, chunki shaxsiy ma'lumotlarim ham bor galeriyada. Foto qilib olamiz. Sizlarga background rasm, ya'ni qora rasm kerak bo'ladi. Videongizning orqasiga o'sha tekstlarni qo'yganda tekstlar oq, rasm qora bo'lib turishi uchun. Любой bitta galeriyazdagi videoni olasizlar, rasmni misol uchun qo'shib olasizlar. Koreyalar buni yaqinlashtirib qora joyini to'xtatib qo'ysalar bo'ladi. Birinchi qiladigan ishlar o'rtalar buni 16 ga 9 ga qo'yib olasizlar, ya'ni aspekt ratio tugmasi orqali 16 ga 9 ga o'tirib ustiga bosasizlarda tortib shu qora joyda bir to'xtatsanglar bo'ladi. Mana buni hech kim bilmaydi. Xohlasanglar Google yoki Yandexdan o'zingizga kerakli bo'lgan qora background topib olsanglar bo'ladi. Endi men videoni cho'zib o'tirmasdan ko'rsatib beray. Buni cho'zib olamiz. 2 daqiqa normal, boshida 2-3 daqiqa oralig'ida ketdi. Birinchi qiladigan ishlar o'sha videolarga o'xshatib, sizlar ham boshida tekst tashlab ketishinglar bo'ladi. Misol uchun qanaqa tekst? Tayyormisiz yoki da bir qiziqarli videolar boshlanadi, tayyor turing degan ma'noda bo'ladi. Misol uchun oson variantda tekst qo'shish tugmasi orqali biz are you ready tugmasini qo'shib olamiz o'rtoqlar. Ustiga bosib are you ready, ya'ni tayyormisiz degan so'z ingliz tilida. Bunga ozgina bir chiroyliroq narsa berib olamiz. Font, stil, effekt, animatsiya. Eng qiyin joylardan biri xuddi shu. Bitta video tayyorlab olgandan keyin qolgani oson bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Menda hozir CapCut'ning Pro versiyasi emas, ma'lum sabablarga ko'ra boya mod versiyasi bor edi, o'chirib tashlab buni oldim. Ozgina muammo bo'ldi, video olish uchun kerak bo'lib turgandi. Xuddi shunaqa bosamiz. YouTube'dagi videoni ko'rgan bo'lsanglar, u yerda videosi bor. Videosini sizlarga Telegramdagi YouTube Mania materiallar kanaliga o'sha 77 ta fayl bilan tashlab qo'ygan bo'laman. Hozir ko'rsatib beraman koreyalar. Xuddi shu yerga tashlab qo'ygan bo'laman o'rtoqlar. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Mana 77 ta faylning barchasi bor. Olib foydalansanglar bo'ladi. Musikasi ham tashlab qo'yaman. Birinchi qiladigan ishlar o'rtoqlar, musikani qo'shib olamiz. Xuddi shu musika.
Ehtiyot bo'lgan musiqadan ham avtorskiy tushishi mumkin. Shuning uchun musiqani ayrim joylarini kiritib tashlagan holda ishlasanglar juda ham ma'qul bo'ladi. Musiqaga birinchi qiladigan effekt tashlab bo'linglar, ya'ni bir ozgina o'zgartirish kiritib bo'linglar musiqaga. Misol uchun xuddi shu effektni qo'shamiz. Galassiya tugmasini bosib, misol uchun shu yerni ozgina kesib tashlaymiz. Split va bu yerda ham bitta tugmani bosib, o'rtadagini delete qilib, buni bu yoqqa tartib qo'yamiz. Bemalol qilsanglar bo'ladi. Bu yo'nalishda plyus tarafini aytaman. Bu yo'nalish o'zi MC Queen, Alien Dance yoki bir Taylor yo'nalishiga o'xshab qayta videolarni nima desam bo'ladi, bitta Coffee Dance videodan 4 talik ramkaga joylab qilgandan bu yaxshiroq deb o'ylayman, chunki ularda 80-90% holatlarda apellyatsiyaga duch kelib qolasiz. Apellyatsiya tashlash kerak bo'ladi. YouTube kanalingiz shu yo'nalishda monetizatsiyaga ulangandan keyin 48 soatligingiz deylik 10 ming, 12 ming, 15 ming bo'lib turgan bo'lsa, 1000, 2000, 3000 ga tushib qoladi. Minimum eng pastga qarab uloqtiriladi monetizatsiyadan keyin, monetizatsiya ulangandan keyin albatta. Koreyalar o'rtoqlar boya tekst ozgina animatsiya qo'shib olamiz, ya'ni tekstni chiqib kelishi ozgina qiziqliroq bo'lishi kerak. Are you ready? Xuddi shunaqa qaranglar. Are you ready? Buni biroz qisqartirib olamiz. Xuddi shu tarzda va buni ozgina oldiroqga olib o'tishimiz kerak bo'ladi. 3 2 1 nomli timer qo'shib olishimiz kerak. Xuddi shunaqa 3 buni biroz qisqartirib olamiz. Ya'ni xuddi shunaqa ko'rinishda. Buni yoniga 2 yozib olamiz. Buni ham biroz qisqartirib olamiz va bu yerga oxiri birini qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. 1. Iltimos videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liqroq tushuntirib beraman. Ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Xuddi shunaqa tarzda bo'ladi mana. 3 2 1. Shu yerda endi sizlar qiladigan ishlar o'rtoqlar, sizlarga tashlab beradigan o'sha materiallar kanalidagi stigmalarni qo'shib chiqishinglar kerak bo'ladi. Hourly tugmasi va plus bu yerdan men bergan narsa yuklab olganinglardan so'ng sizlarda ham xuddi shunaqa barchasi bo'ladi. Boshida osonroq narsani qo'yinglar. Ya'ni levelga bo'lib ketmoqchimisizlar, birinchi levelga qilib qo'yinglar. Previewda osonroq narsa bo'lsin. Misol uchun boshlanishi xuddi shunaqa tarzda bo'ladi. Sal kattaroq qilib qo'yamiz. Bu 3,5 sekund ekan. Buni duplikat qilib olamizda, buni taxminan 6 sekund oralig'ida qilib olamiz. Bu yerga timer tashlab ketamiz o'rtoqlar. Sizlarga bu YouTube kanali ko'rsatganimda, ularda videolar bor edi, jonli ravishda. Bularni topish sizlarga ko'p vaqtli yo'qotishga sabab bo'ladi. Shunaqa videolar o'rniga timer qo'yib ketasizlar. Timerni YouTube'ga kirib xohlagan YouTube'ning qidiruv sistemasiga 10 sekund timer deb yozsanglar chiqadi va shu yuklab olsanglar bo'ladi. Men bu yuklab oldim. Xuddi shunaqa qo'shib olasizlar va bu yerga qo'shganingizdan so'ng ovozini ilib qo'yasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Video asta-sekin tayyor bo'lyapti. Xo'p, qaranglar o'rtoqlar. Buni ozgina kattaroq qilib olamiz va mana qaranglar. Xuddi shunaqa tarzda bo'ladi o'rtoqlar. Bu harakatni qilib bo'lganingizdan keyin orqasiga o'tib turib, xuddi shu timerning orqasiga yana bitta men tashlab bergan o'sha faylni olasizlar, yana bitta osonrog'ini topishga harakat qilinglar. Osonrog'ini topganingizdan so'ng qo'shish tugmasi orqali qo'shib olasizlar va buni sal kattaroq qilib olib, bundan ham duplikat qilib olinglar, ya'ni 2 sekund bo'lib qolib ketmasin, taxminan shuncha bo'lsin. Mana xuddi shu tarzda keyin bu yerga boya 10 sekundlik timerni qo'yib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu timer va bu ham 10 sekund davom qiladi. Xuddi shunaqa qilib 10 ta harakatni qo'shib olasizlar. 10 ta harakatdan keyin yana buni eksport tugmasini qilib saqlab olasizlar va o'rtoqlar keyingi qiladigan videolaringizda bemalol kirib turib, misol uchun xuddi shu quloq harakatini olib o'rniga boshqasini qo'yasizlar yoki 77 ta funksiyadan tanlab olib ketaverasizlar, lekin mantiqan o'ylasanglar ham bo'ladi. Boshida osonroq narsa qo'yinglar. Qaranglar o'rtoqlar, ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. 77 ta videodan
Nechta video qilsa bo'ladi? 77 ta bo'lsa tamom bo'lib qolsa nima qilaman deb ko'pchilik savol berishi mumkin. Qaranglar, ChatGPT hozir tushuntirib beradi sizlarga bu yog'ini. Boshida 23 ta video qilsa bo'ladi dedi. Men unda savol berdim. Ya'ni har bitta videoda 10 tadan harakatdan foydalansam, ketidan 3 tasini almashtirib qo'yaman deb. Keyin u ko'proq qilishni ko'rsatdi. 50 plus 100 plus ta video, ya'ni bu ChatGPT'ni xulosasi, lekin bundan ham ziyodroq video qilsa bo'ladi. Bemalol 200 300 ta video qilsa bo'ladi. Ichida green screen qo'shib yuborasiz, harakatni o'rnini almashtirasiz. Bu sizga osonroq variantda tushuntirib berdim. Misol uchun, boshda 10 ta harakatni qo'yasiz dedi. Keyin o'sha 10 ta harakatni almashtirib qo'yasiz yokida birinchi qo'yganingizda ikkinchisini o'rniga, ikkinchi qo'yganingizda birinchi o'rniga, 10-chi qo'ygan harakatingizdagi videoni 7-chi o'rniga xuddi shunga almashtirib, taxminan 1000 taga yaqin video qilib tashlasa bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Xudo xohlasa o'zim shu yo'nalishda boshlayapman. Xullas, bugungi dars xuddi shulardan iborat edi. O'rtoqlar, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga omad.